alaykum, hurmatli kitobxon. Amir Temur dunyo tarixida juda katta nom qoldira olgan buyuk sarkarda. O'rta asrlarning eng mashhur afsonaviy qo'mondoni, ulkan imperiya asoschisi, Temuriylar sulolasining bosh o'g'li 1336-yil 9-aprel kuni dunyoga kelgan. Bu yil Amir Temurning 689 yilligi munosabati bilan biz ham sizga buyuk ajdodimiz haqida eng sara ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. Temuriylar imperiyasi insoniyat tarixida maydoni bo'yicha 26-o'rinda turadigan imperiya sanaladi. Ayni paytda Temurga tegishli mashhur rubin toshi Londonda, uning qilichi esa Tehron muzeyida saqlanadi. Amir Temur Markaziy Osiyo tarixidagi qudratli, o'rta asrlarda esa mintaqadagi eng yirik imperiyaga asos solgan. Temurning qarsaqqipay yozuvlari Sankt-Peterburgda saqlanadi. Amir Temur shatranj, ya'ni shaxmat o'yinining ashaddiy ishqibozi bo'lgan. U asos solgan davlat Markaziy Osiyo mintaqasida rasmiy nom olgan so'nggi imperiyadir. Amir Temur zabt etishga muvaffaq bo'lgan hududlarning umumiy maydoni 4,6 million km² ga tengdir. 1402-yil Anqara jangida qilgan g'alabasi tufayli Yevropa xaloskori ta'rifiga sazovor bo'ladi. Amir Temur 6 asr hukm surgan Usmoniylar imperiyasiga yurish qilib tor-mor qilgan yagona Markaziy Osiyo vakilidir. 1405-yil 18-fevralda sohibqiron Amir Temur o'tirada vafot qilgach, Samarqand taxtiga uning nabirasi Halil Sulton Mirzo o'tiradi. Ayni paytda Shahrisabz, Samarqand va Toshkent hududlarida Amir Temur haykallari mavjud. Tarixchi Sharafiddin Ali Yazdiyning Zafarnoma kitobi yozilishicha, Amir Temur hatto Moskvani ham bo'ysundirgan ekan.